Bo'stonliq tumani Yakatut qishlog'iga kelganmiz. Og'aynimning dachasi 20-25 kishigacha qabul qiladi. Katta dacha. Hamma sharoiti bor. Kompyuter, PlayStation, karaoke, bilyard, tennis, 4 ta yotoqxonasi bor ekan, 17 ta ko'ykasi bor. Agar 25 kishidan ko'p bo'lsanglar, u yoqni o'zingizlar kelishib olasizlar. Ko'ringlar, suvi bo'yida jahon chempionatiga tayyorlanib, yangi ekran qo'yishgan ekan. Ko'ringlar, futbolni mana shu ekranda mazza qilib, tapchanda o'tirib tomosha qilasizlar. Odil, yaxshimisan o'g'ayni? Sonlar yaxshimi? Ha, rahmat. Nechiga endi ekran? Cho'tga chiqibdi lekin. 4.2.5. Qanchadan qo'yamiz endi? May oyiga. 20-25 kishigacha $200 qilib beramiz. Yaxshi, zo'r narx. Bu dacha suvi bo'yida joylashgan. Suvga mana shu Pisochniy plyajga tushsanglar bo'ladi. Bu yerda bilasizlar, Yakatutda qumli plyaj. Ko'ringlar,